Bunaqa kotletlarni ko'rib ishtahanglar ochilib ketdimi? Sizlar ham bir marta bo'lsa ham uyda oila a'zolaringiz uchun tayyorlab ko'ringlar. Sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Birinchi bo'lib idishimizga qiyma, nonni yuvib olganimizni, sabzini qirg'ichdan chiqazamiz, piyoz, chesnok, zira, tuz va qizil paprika tuxum solib qiymamizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Yaxshilab aralashtirganimizdan keyin qiymamizni xuddi shunaqa urib olamiz. Urganimizdan keyin qiymalarimizga chiroyli qilib shakl berib chiqamiz. Chiroyli qilib shakl berib olganimizdan keyin qizib turgan yog'imizga solib orqa oldini chiroyli qilib qizartirib chiqamiz. Qizartirib olgan kotletlarimizni olib, yog'imizni ozgincha tindirib olib, piyozimizni solib, ozgina qovuramiz va ustiga kotletlarimizni terib chiqamiz va ustiga ozroq suv qo'yib 30 yoki 20 minutga dimlab qo'yamiz. Sizlarga kotletlarim yoqqan bo'lsa, albatta saqlab qo'yinglar, like bosishni unutmanglar, menga obuna bo'linglar. Albatta tayyorlab ko'rib, kommentariya yozish esingizdan chiqmasin, saqlab qo'yinglar.